Farzandlaringni o'zlaringni qobonlaringga solishga harakat qilmanglar. Sababi hozirgi paytda o'smir yoshda o'g'il va qizlarda ko'p ota-onalar cheklovlarni qo'ygan. Ya'niki granitsani chizib qo'ygan, o'sha chizgan granitsadan chiqmasligini xohlashadi. Lekin farzandlarga qanchalik darajada granitsa chizgan sarlaring, o'sha granitsada nima bor ekan deb qiziqadi va sizlardan ko'p narsani berkitishga harakat qiladi. O'zimda ham o'smir farzandlarim bor, o'g'lim va qizim. Hozirgi kunda men ular bilan tengdoshlikqa harakat qilaman gaplashishga. Chunki ular bilan bitta mavzuda, ya'niki bitta valnaga tusha olmasa ota-onalarga juda ham qiyin. Chunki yoshlarda gormon almashuvini hisobiga organizm shunaqa darajada tezda o'sadiki, o'zlarini o'zlari kontrol qila olmaydi-da, nima qilayotganini ham bilmay qoladi. O'shunaqa paytda ota-onalar ular bilan do'st bo'lish kerak. Masalan, men qizim bilan, o'g'lim bilan o'tirib gaplashganimda kim bilan do'stlashishini bilib olaman, kim bilan yurishini bilib olaman, o'qishga kim bilan boradi, kim bilan keladi. Asta-sekin yaxshi gapirib, atrof muhitini o'rganishni boshlayman. Mana yaqinda 8-mart bo'ldi. Men Toshkentda edim, o'g'lim telefon qilyapti. Aya, podarka berishim kerak bitta qizga. Uyimda podarkalar bor edi. Men aytdimki, "Xo'p bo'ladi o'g'lim" dedim. "Chiroyli paketlarda oling-da, podarka qiling" dedim. Savol berganim yo'q. Kimga beryapsan, nimaga beryapsan degan savol berganim yo'q. Chunki men bunaqa savol bersam, bolam ertadan keyin menga hech nima aytmay qo'yadi-da. Shu uchun doim podдержка qilaman. Men demoqchimanki, ota-onalar, hozirgi o'smir yoshlar, oldingi paytdagi, biz paytdagi o'smir yoshlar ba'zi hozir internet, telefon, umuman hamma o'zgargan. Shu uchun endi ularga moslanib yurishimiz shart biz ham. Aks holda farzandlarimiz bizdan qanday qilib uzoqlashib ketganlarini bilmay qolamiz.